Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz ustozlarimiz bilan Mirzo Karim ustozimiz, Assalomu alaykum. Farg'at akamiz bilan Farg'at diyor, gul terish bilan ovora. Gul teraman, gullar teraman deydi. ustozlarimiz bilan bugun biz Qashqadaryo viloyatiga to'y tadbiriga ketyapmiz. Xudo xolasa ustoz, biz hozir qayerdamiz? Men qaydaman deganimga ishora qilyapti. Men o'zim ham bilmay turibman, lekin Sirdaryo yo'llaridamiz. Chunki to'g'riga o'tib ketganimiz Guliston edi. Bu yoqqa endi Gagarin, Sardoba degan tomonlarga burilganmiz. Hozir Sirdaryo buncha bag'rin gul daryo bo'libdi mana. Bu yerdagi gullarni oling, hammamizdan ham yana biz Shahzod bilan birinchi to'yga chiqishimiz, Farg'at diyor bilan ko'p borib turaman-ku. Ustoz duo qiling deyapti. Keyin aytdim, keling, men sizni qo'llaringizni ushlay, siz onadan duo olib chiqqansiz deyapman. Dunyoda onaning duosidan ulug' duo bo'lmasa kerak. Hammamizni o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin, hayotlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Ota-onalar duo qilinglar, do'stlar oq yo'l tilanglar bizga. Rahmat ustoz. Bizni kuzatishda davom eting. Farg'at aka, Hammaga salom, yaxshi kayfiyat tilayman, sog' bo'linglar. Mana shu gullarni oling, hamma gullar sizlar uchun. Mana shu gullar oling, ana shu qalin chiroyli joylardan. mana Tomondan.